大家好，欢迎你们收看我们的我是大明星栏目，我是主持人马伊拉。 Naq maydandagi va ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi va Xinjiang Dolan ovqatchilik chekish shirkati birlashib ishlagan Men Cho'lpon programmasi. Men program riyosatchisi Adila Nijat. Salom do'stlar, yepyeni programma orqali sizlar bilan yana qayta asralashganimdan xushalman. Men qarindishinglar, do'stinglar Mahira Abdug'ani. Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Dolan ovqatchilik chekish shirkati birlashib ishlagan Abida Men Cho'lpon programmamiz Cho'lponlarimiz shundaqla el ishtirga talantlilar va har soha har kasbdagi sarxillarni jam qilib turib sahnada o'yin o'ynash shakli bilan ko'pchilikka rohat tuyg'u baxsh etadigan estetik zavq ata qiladigan qaltis programma. Kulgan yuzlardan baxt parlaydi. Kuldirgan yuraklardan mehr muhabbat taraydi. To'g'ri aytasiz Adila. Bizning programmamiz naq maydondagi ko'rman do'stlarimiz ham ekran oldidagi qadrli do'stlarga kulgi ata qilish maqsadida uyushtirildi. Programmamizning tajdorligini Xinjiang Abida Biopantexnik chekish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Tirit xalqaro savdo chekish shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Qo'shnur yuvish buyumlari chekish shirkati alohida qo'llagan. Abida Men Cho'lpon programmamizni yana Xinjiang Asr Yulduz savdo chekish shirkati alohida hamkorlashib qo'llab bergan. Abida Men Cho'lpon programmamizni Xinjiang Lianda Pantexnik chekish shirkati alohida qo'llash bilan birga yil oxirida chempion bo'lgan komandani 600 ming yuan moddiy buyum bilan mukofotlash vazifasini o'z ustiga oldi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, Adila, endi naq maydonimizga o'zin qo'shib o'tgan korxonchilar bilan bir tanishib olaylikmi? Bo'ladi. Undaqda bugun naq maydonimizga kelib bizning programmamizga hamdam bo'layotgan korxonchilarni ko'pchilik tanishtirib o'tsam, Xinjiang Eron xalqaro savdo chekish shirkatidan Munira Abdumid xonim, Xinjiang Dargnas xalqaro savdo chekish shirkatidan Yaqubjon Umar efendi qarshi olamiz. Xinjiang Ko'znak uchur pantexnik chekish shirkatidan Varis Qurbon efendi qarshi olamiz. Xinjiang Mo'jiza biotexnologiya taraqqiyot chekish shirkatidan Mo'jiza Uyg'ur tibobat dori zavodining qurg'uvchisi Husaynjon efendi qarshi olamiz. Urumchi Go'harbog' savdo chekish shirkatidan Muhammad Emin Ibrohim efendi qarshi olamiz. Xinjiang Qushlug'um savdo chekish shirkatidan Ayshugul xonim qarshi olamiz. Xinjiang Sartan savdo guruhi bayliq to'rining qurg'uvchisi Qaysarjon Tahir efendi qarshi olamiz. Xinjiang Axloq savdo chekish shirkatidan Adiljon efendi qarshi olamiz. Yingshan Xinjiang yemak-ichmak madaniyat savdo ko'chasining vakili Minavar G'o'jahmad xonim qarshi olamiz. Xinjiang Chindil biopantexnika taraqqiyot chekish shirkatining lideri Yasinjon efendi qarshi olamiz. Xinjiang Parila savdo chekish shirkatidan Mehrigul Tursun xonim qarshi olamiz. Xinjiang Safiya xalqaro savdo chekish shirkatidan Adiljon efendi qarshi olamiz. Xinjiang Anargulum savdo chekish shirkatidan Anargul xonim qarshi olamiz. Xinjiang Bosh agim moda kiyim-kechak loyihalash tikish chekish shirkatidan Buhajar Abdukiram xonim qarshi olamiz. Xinjiang Lianda Pantexnik chekish shirkatidan Adila Ilg'ar xonim qarshi olamiz. Xinjiang Luqman Hakim biopantexnik chekish shirkatidan Aytura xonim qarshi olamiz. Adila, biz o'tgan oylik Abida Men Cho'lpon programmamizning xulosasini chiqarib, mana yangi bir oyga qadam qo'ydik. Biz yangi bir oyda Soyibxon guruhida kimlar borligini bilamiz. Chunki Soyibxon guruhining a'zolari almashmadi. Lekin mehmon guruhiga kimlarning kelganini uqmaymiz. Undaq bo'lsa, biz Abida guruhidan Abdukerim Abdulaziz akani sahnamizga taklif qilamiz. Xush kelibsiz aka. Bu oylik o'yinimiz, kulkimiz, musobaqalarimizning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Kamina Abdukerim Abdulazizdan hammalarga o'tliq salom. Men Soyibxon guruhininki guruh boshlig'i. Bizningki guruh a'zolarini tanishtirib o'tsam, bizning guruh a'zolarimiz davlatlik birinchi darajalik aktyor, ommaviy madaniyat yurtining tadqiqotchisi, ataqliq komediya cho'lpini Xayrgul Hasan.
Sevgilerle karşılarınız. Hoş geldiniz. 大家好，我是海利姑娘爱山，我是自治区文化馆群众文化研究馆员。 Bizden yana bir grup a'zoyimiz olsa, devletlik birinci derecelik aktör, Şinjan Televizyon Stansiyasining ataqliq rejissyori, shundaqla dangliq komediya cholpini Xosiyat Qurbon. Qarshi olamiz. Şikapsiz Xosiyatida. Salam. Bugungi mush naq maydonga kelgan aziz tomoshabinlar, salam. Aziz korxonchilar, salam ustozlar, shundaqla ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar, Xosiyat Qurbondan hammanglarga o'tliq salam, oliy ehtirom. 大家好，我是新疆电视台的导演哈谢铁，也是一个演员。 Yana bir grup a'zoyimiz olsa, devletlik birinci derecelik aktör, Şinjan Sirk ömrügining dangliq artisti, shundaqla hammamizga tanilgan komediya cholpini ham ataqliq mening ukam Mehmetcan Rossayt. Hoş geldiniz. 大家好，我是新疆艺术剧院杂技团的演员美美地江如子。Hoş hürmetli televizyon ekranı aldığındaki görürmenler, naq meydandaki tomoshabinlar, ben Mehmetcan Rossayt'ın emminlağı sığınış salam, ali ihtiram. En aldırqı mahirimiz olsa, bizden dangliq yaş naqsh cholpinimiz, hammamizga tanıştık bo'lgan, bizden faxrlik enimiz, Abdusopur İsmail. Qarshi olamiz. 大家好，我是歌手阿卜杜苏弗尔斯马伊。Salam, ben Abdusopur İsmail. Hammanglarga o'tliq salam. Rahmat, Abdukerim aka. Biz Abida grupisini dağıdıqlıq kütüp aldık. Endi biz Mihman grupidagilarni eng qizg'in alqishlarimiz bilan sahnada kutib olamiz. Ondaqda eng avval bizning mehmon guruhining guruhi boshlig'i Yalqin Qurbon akani qizg'in chavaqlarimiz bilan sahnani taklif qilamiz. Marhamat. Nemda omaklı Abdukerim bu. aka, sabaqdışınız geldi. Gözlerinin çıraylıqlığı bunun. Salam. Televizyon aldırki barlıq qarindoshlar, көрермен dostlar, şirketçi xodimlar qarindoshlar. Hammanglarning mushvat xayrlik bo'lsin. Kemeni Yalqin Qurbondan hammanglarga cho'nqur sag'irib salam. 大家好，我是新疆阿都市歌舞团国家一级演员 Yalqin Qurbon. Rahmat, Yalqin aka. Sizning grupidagi a'zolar kimdi deb biz bek taqozo bo'lyapmiz. Tanishtirib qo'yamsiz. Anda bo'lsa men a'zolarini vaqt sal qisqa o'xshaydi. Hammani bir chaqiray. Hammasi uzib turish do'sti bo'lamdi. Ma'qul. Qani, Qani, biz asabdagi qahramonlar. Lianshaga marhamat. Firib grupisining a'zolari marhamat. Bugun qahramonlar Lianshaga yig'ilib qopti. Voy, Ömercan akam bor ekan, Dilshod akam bor ekan, Qalbinur bor ekan, Xaskin og'ami bor ekan. Qarshi olamiz. Qani, ko'pchilik salom yo'llab qo'yasizlar. 大家好，我叫安满一米铁，我是中国国际文化强国中心中国爱心工作委员会常务副主席艾米尔。大家好，我是新疆广播影视艺术中心的国家一级配音演员 Dilshod Barat。Salam dostlar, barliq ko'rman dostlar, yaxshimisizlar? Kamil Dilshod Baratdan hammanglarga o'tliq salam. 尊敬的观众朋友们，大家好，我是新疆艺术剧院歌剧团的青年演员，名字叫卡里比诺尔柯伊木，很高兴认识大家。yaxshimisizlar do'stlar? Men do'stonlar Qalbinur Qayumdan hammanglarga o'tliq salam. 大家好，我是哈萨克族歌手以及音乐人、评委导师哈兹根哈里。Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Qazgan Xali. Qarshi olamiz Saibxon Abida grupisi bilan naq maydonda mehmon guruhi Tirit grupisi ana taq bo'ldi. Endi biz rohat kiyimlarimizni almashtirib elib, ichki guruh boshlig'i ijozat bersa, o'yinlarimizni boshlasak qanday bo'lar? Bo'ladi. O'yinimizni boshlab oladi.
Naq maydondagi tomoshabin do'stlar, qadrli ko'rman do'stlar. Mana bizning ishki guruhidagi komanda a'zolarimiz kiyimlarini yangislab, biz riyosatchilar kiyimlarimizni yangislab, rahat o'yinlarimiz uchun tayyor bo'ldik. Undaqda sahnimizga birinchi o'yinimizni o'ynashga har ikkili tarafninki guruh boshlig'ini taklif qilgan bo'lsak, Abida guruhining guruh boshlig'i Abdukiram Abduz apandi sahnimizga marhamat. Shundaqla bizning Tirit guruhimizning boshlig'i Yalqin Qurbon apandi sahniga marhamat. Yalqin aka, xush kelibsiz. Xush keldik. Qasim Qo'shiq aka. Salam izmihvallah, salam qarqanch qarindoshlar. Mushu Asr Yulduz komandasidan hammalarga cho'nqur sig'irib salam. Ishqalarni ko'rib bak xush bo'ldik. Ishqalarni mundaq ko'z bak xush bo'ldik adam. Albatta xush bo'lasizlar. Menmi ko'rib xush bo'ldim mana. Ammo men xafa bo'ldim. Lekin otasi meni ko'rmaydi, ko'zi kichik bo'lgandan keyin-chu. Ya. Bu guangju qilsam yakish bag'an bu mushak kesilmi ba? Voy, jonni. O'qiyot qaqim deydi. Qachon qutulaman sen bu? Abdukarim aka, bizning birinchi o'yinimiz yanıla dastlabki sonlarda o'ynagan to'g'ri yetkizing. Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini harakatchan tam to'sib turadi. Birinchi a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zo yetkazadi. İkincisi arkadagisiga yetkazadi. Eng oxirdagi a'zo riyosatchiga o'z faraz qilgan so'zni aytib beradi. Bu oraliqda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Madaq, bizning o'yinimizning tartibi sizlarning guruhi yoki bizning guruh avval do'stga bir xat yozamiz. Yoki bir jumla so'z, yoki maqol tamsil deganga o'xshash. Amal bor, menimcha bo'lsa, eliqi harakatlik ifodaligini oldigaroq narsa yozsanglar tez yaxshi. Biz shunday yozmoqchi. Shu dang mo'liz ha degandek-a? Voy, ha. Onundan keyin sizningki guruhdagi birinchi a'zo. Mana o'yinchi turdi, ikkinchi a'zo, uchinchi a'zo, to'rtinchi a'zo, beshinchi a'zo. Birinchi a'zo ikkinchi a'zoga yetkazdi. Yetkazayotganda ma taxta ichiga mangdi. Onundan keyin ikkinchi a'zo uchinchisiga mangizganda bu taxta keyiniga mangdi degandek. Shu eng oxirdagisi birinchi gapni eng oxirgi odam shu javobini chiqardi. Yoki to'g'ri, yoki xato bo'ldi. Qolganini tomoshabinlar ko'rib turdi. Bu o'yinning xarakterimi shu. Yalqin aka, endi bu o'yinning jazosimi bor. Yengilib qolgan tarafda ma'lum bir odam yoki ish kuchi odam birlashib qilsanglar bo'ldi, bizga o'yin. Uni da gap yo'q. Uni da chupela qilmaymiz. Bo'z men hamma guruhni yengiliblar shu. Tomoshabinlar shu. Jazo o'tab bersanmi degan deydim ben. Bu Yalqin maxsusmish o'yin uchun tug'ilgan bu. O'yinda yanmaydi ekan. Lekin qima o'yini bo'lmaydi, qag'o o'yinimiz bo'ladi. Ya, uni tashib et. Ish qilib Kazanın tülü aldım kılıp bedeni götürüp jürü otumu. Şuraya kasam kapmayın. Bakın değişmeye hazır. Abdikiripke poğaçılık kıvatıdı. Ras. Aşı bizim ezberimize aşı Kasım Koçuk çida mı? Digine bak kalendani gibi. Neyim dedi? Neyim dedi o? Anladım ben. Ya şu Yalqin kam atıştan yerip açmayı hatırlayacağım kepti mi o dedi. Açazdın lan? He? Yo, çışıl çıkkanınızı bir uğurluk yap kıpsı da he. Benim şu. Yakıp koydum. Onda olsa, eğer sizler ruhsat kılsanlar oyunumuzu başlasak bular mı? Başlayalım aka. Onda olsa Yalqin manda kılaylı. Biz sahipkan, sizler mehman. Sualını siz çıkaramızlar, yoki biz çıkaramdık. Bunu işkimiz işte benim çok vakta biz sahipkan boğandıkken yanıla sualını sizler çıkarıp bırakırlar. Tırıp tıra. Biz tapılı. Uş kışkılı. Sahipkanlık. Onu mu? Neymiş kırıp? Bu şunu tapamısan sen çıkarsan, tapamısan ben çıkarım. Ha bile. Bu yani ağaç işlemesi. Bu değil mi? Ekkan işkılı mı? Ha? Taparsan sen çıkarsan. Aç ya. Çıkarım. Çıkarım. Teppalı ben bu ona. Bu da. Tok. Ana, başlanmay turup tuttuk. Tok emas, ma sol kolu tuttuk demen der. Aldım tuttuk onu. Seni kolunu tuttuk demle. Çak, başlayalımdık. Başlayalım. Başlayalım. Onda olsa Yalqin, sen onda olsa özünün mayıllarını birinci orunda kim turdu, ikinci orunda kim turdu? Onu bir bektip etsen, onu diken bizim sualını çıkıp teyyak kılgan bolsak. Şıkılıp ben bölmeyme. Muş 4 yazı varken muş 4 yazını muş tallı vasfı bulundu. Yazı. Hayır kana. Yepçe vatanım sen. Anda olsa, muş Dilşat efendimni birinci yazıga uğurlaştırıyordunuz.
Endi sizlarga tutqanmay, muğuşup o'tirishimda derizda qarab, sizni ishga ulashtiryapmiz-da. Endi siz shu bizningki gruppaning az sonli qolgandagi qo'g'dash ustidan o'tirganimizda. Mama bilecek. Tallı velet. Bo'ldi. Bunda eng oxirida o'zingiz turamiz. Men bu dushmanaga yaqinroq turay. Deb bilma. Ya Bo'ldi, Bo'ldi, sepşekilning o'rnashtirishini qaraganda bizning chiqargan savolimiz tepish mumkin emas. Küreşlik xalamışlar. Okuyalamızlar. Avazını çıkarmak lekin. Duysan mayli. 1, 2, 3. Yekerak apara yekerak. Tomoshabinlar ko'ra oldinglarmi? Mana gap qara. Sil ko'sib qo'yman. Mana. Adam bo'lmaydigan. Og'izini deyishga olmaydi. Ajib parlatirala. Dışarıga qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi, ig'iz harkat qilishga bo'lmaydi. Ig'izni gap qilishga bo'lmaydi. 3, 2, 1 başladı. Kalbini qara. Kalısın bilme. Eşçikler git alayım. Baka kalsın gari. 3, 2, 1 başladı. Mana. Git çakıralım mı gelgende? Yolqin kam qaranglar. Tamam, şimdi karnını koyma, ayağa karar tepemde. Şıkırslar. Öyle kirkes. 3, 2, 1. Yani bunu Çıkmatsızlar kutuşken. İki, bir vakit düştü. Hemen lan şunlatını. kes. Hadi sen bana bir gol. Abdülkerim kamına yine kal. Ya, olar da men bile güreşmesini buldu. Benim içim çıkmazsa ben işim kıysa ha, mayak kaçırdı. Ne mi dedi? Ne dedi? İşimi demedi, hareket kıldı. Ne mi dedi? Manda kıldı bu. Bir sol tuşlarken taş bakar dedim, o ne dedi? Bu pakının seklişinde orada. 5, 4, Yalqınqa 1 degende cevap verir size. 4, 3, 2, Pivettim ko. 1. Ha, cevabınız? Ay şu, jıl tuşlarken taş bakar. Yok kız gelgen taş bakar dedim. Cevabın deyip mi? Ben yazgan narsamda İşek. İşekten kalsa kulukunu kes. Lekin gerçekten yaxshi patlagan. Dilshod yaxshi shotgan. Yaxshi pat. İşek Asrab ketgan. Ovoz chiqamoqsizmi? Ya, mayaq bo'lmaydi degan. Abdülkerim ka. O mandalını Ömer da. kan nimde boylagan. İşek var, seklep olmaydı. Ömer ka. İşek Sen demesi. kanda mı oldu? Sen bir doğru bir işe kanda. İşek tek mi oldu? Sen eğer işekin doğru bir yaparsan ben ilk çok olacak. Nimde boylagan. Abdülkerim ka. Kımmadı onu. Kımmadım ya. Abdülkerim ka. Kasım Koşukka. Ben yol basmaya keldim. Manda keldim emasmi? Ovozim yo'q bo'lganiga. Ha, yo'l bosib keldim. Sen orada kıtmadım da kulağımı da kılıp. Ovoz chiqasizmi? İşekeni kullanmış da olamda. Sınırlı işekmiş da ama. Hatta eğitim zamanında mında. Bunu diyor bizde. İşekten bolsa işki işek buludu. İşek de birini doğru ütüp, yeni bir işek doğru ütüp. Buna uğraşıp kalan bu neyme? Bundan Yalqın ka. Kasım Koşukka qaytib kelamsiz bu yoqqa. Ya bizlere bir durdu. Kesin bulam da. Yan ağırlanmazsın hadi lan bana.
Aşı bir adamdan Sen gidip malını sonra çıkkan bakay değil. Ömer. Sen bayatın üçüncü, bir, iki, üç. Üçüncüsü mü dördüncüsü? Sen ne mi deyip düşendin? Ama mındak kalki bir eğik gelip bana tatlap geliyor okşaydıptı ben. Ben sen malını kesan, baktırdın sırf kılıp atlamışsın. Mana miyek bana mındak kılıp mındak otudu. Hani işte boğaz bilek kılıp kalmasını okşaydı. İşe etken olmaz oldu, Hasken. Sen kadar düşendin. Yol basmı kitaptım ben. Bak çıray degen mandadı, manda. Yol basmı kitaptım. Yani tağdı çoğun ağaçka yani yol bastı. Çıraylı bir kız balık gibi yol bastı kegen onu özü koyup. Kalbin ağır, sizin sorup basınız. Tuzak Eyvallah yaman cep. Tuttuk eyvallah çok. Kasım koşuk, kipin sal uçuk kazı. Tuzak kırsak angal. Hadi. Başta işektin ağrışını doğru verdi. İnin kendinden bak töt tutosaydı sen mansan boldu iken. İşekten ağrışını doğru ettim diyen kargan işek işidim ağrı yalı etkinde. Avaz çıkın sistemimiz. Buldu. Bunda olsa birinci oyunumuz bir şey daha akıllaştısıyla. Öz ağlayımızı neticesi ilan kıpaken bolsa. Neticede Abida gruppasi yengip çıktı. Afsus, Tirit gruppasi tunji qitim deyilib qoldinglar, lekin sizlarga fursat bor. Endi Yalqin aka, sizlar chiqirsizlar mazmunni, Abdukerim kamning gruppasi topidi. Abida gruppasi endi topidi. Yalqinning yozgan narsiga chaqchaq qilolmaydi. Omo o'xshash meni uslubimni bir narsa aniq. Biraz toparlashingiz. Tapamaz terlik yüz ters. Kızıkalık çıkışıyla. Kızıkalık çıkışıyla. Endi xasiyet to'g'ri ifodalasizlar. Ha? Ha? Xasiyet bek to'g'ri aytimi? Lekin sizniki hareket Abdullah sen aç xasiyetdan deyman. Nima narsam shuni bizga yetkazmayapsan to'g'ri. Ko'rdinglarmi? Ana, boş narsasiga o'xshaydi. Bana külgün qaraqalı iş var. Endi Meni o'rina. tasqat kerak qag'ilin. Xasiyetga. Buraya Ya. Xasiyetga deb. sizlar ishkirib turlar, ishkirib turlar. Shunday emas, bizda ish kirgizib biz alam kiringlar. Mehmetcan Arman. Mehmetcan mustatlik ketdi. Ha, 3-2-1 xasiyatda boshlandi. Mandaları koydu gitti. Her günde başladık. Şunu kadar göresiniz siz. Maçı düşmüş de maçı. Maçı çıkıp Qani Abdukerimka. Abdukerimka bek o'ylanayotdi qaranglar. Yo'qqa bek o'ylantiryaptingiz Abdukerimkamni. Cep buldum noqsi bo'ldi. Karamatibdimi? Qaraganda bayatın yağı. Anda nasıl çıkıyordu bu? Kızıl tügünek isim kilodu şu mu? Çünkü soğuğunun kinosu kızıl tügünek var. Manda oğlundaki meniz kızıl tügünekini kitap oylap kaldı mı bizimki? Yalqinka. Yalqinka. Siz kimi? Yalqinka o'ttirib kelib bering ha? Va o'ttirib kel Xayriguldan mayniq keling ha? Ayo bana Yusuf qammadı. Suratga olmasam Kızılbaş tügünek kendek bir nesli. Ondan sonra 5, 4, 3, 2, 1. Abdukerim kaçasınlaştıramiz. Kızılbaş tügünek. Yalqinka to'g'ri xato. buna to'g'ri. Musabaqat natijasi e'lon qilingan Adila. Ma'nodin bilib qoldim. Abida gruppasi, ya'ni Abdukerim akamizning gruppasi bu qitim bizning bir dona
Çolpan kartımızga eriştik, mübarek olsun. Yalpınqa. Endi sizlar Ömerga, Dilshatga, Xaskinaga, Qalbinur, Davutayma Abdukerimga jazolanganni. Davutayma Davutaya. Endi sizlar jazolanasizlar. Xalqan biringlar va yoki 3-4 tanglar birlashsanglar bir nomer o'rinlab beringlar. Yalpınqa gap qiling endi. O'rinlaymiz. Kim o'rinlisi bo'lasiz? Hammamiz o'rinlaymiz. Hammamiz o'rlayolamiz. Savol topmagan bilan javobini nomerni eman biza. Nima nomer o'rinlab bersizlar, siz e'lon qilib beringlar. Va'dimiz bo'yicha tomoshabinlarga bir o'rinlamdik, bir de o'rinlamdik. ixtiyor sizda. Siz guruh boshlig'i. Sen özün orlasan buludu, Gorpandikini orlaşırsan buludu, bu ihtiyar sende. Paliyat yeni bağı davamlaşıdı o. Yani üstten var. Indavas opçi uğurlap, opçi de en akıdı kılıp, adırça her bir... En akıdım yığılıgıdek. Davamlık nomer o'rinlashib tayyorligi bor. To'liq tayyorlik yaptı. Biz bir yak yanılgı geldik O sual çıkan demek yok oğanı ki şunda alındı. Sual chiqargan Abdukerim kamlam yo'q. Lekin sual chiqarganda senin sualını ben bilmem, benim sualım sen bilmezsen de. Bir sıbatı sual çıkarganda. Biz bu mada o'ylagancha. Ben o'zim qildim uni. Mushpirsatda men sahna chiqishanda biz artistga bak ta'sirrak bo'ldi-chu. Mushpirsatda engilib, andan nomer o'yan qo'yib berlar, o'yin ko'rgan. Sizlar yengiveringlar, biz o'yan qo'yib berlar. Janob bulamdi. Asta qillar. Bizde ismi Arap soğandık. Ustoz, men boshliq, men tayyor. Mana onu bunu deymiz, yanımız uzun çeşitler yaxşıymış. Xasiyet bilen xas kim? Aklı uzun buldun, aklı uzun. Yeni saldım bugündeki. Ha. Anda olsa biz cezada korkmayız. Bu şu ezalıdın hürmet Yalan yaxşı korkmadı. Faysalla göz pırsızlık olmasa... Tayyor, men bu tayyor. Hammamiz tayyor hamdi. Biz bir çek taşlandık ya, çimik çıkıyor. Mine şu üzemme anlap bakmagan. Müzik simi işit bakmagan. Bir nakşamba, şikki minutlu. Tamam. Aşırı bir ok başlat bir grup baş okudu ki. Onu bir ceza alırsa. Ha? Bulam da. Andasa alqışımız siz uchun aka. Sekin sizga qoldi. Rahmat. Ya. Chetket. Bak biz kutib qalsak o'qiyanmaydi bu. Turib beramda. Kangri turpasi. Kallini berme. O'tirg'alayli, yalqinqa o'tirg'alayli. Ha, atrofni cho'rdayli qani. Javob kerakmi? Ha. Eshak kishini organda ko'm ichida qo'ydirmoqchini. Siz naqsha qo'ydirdi. Turpasi boyisi tavatı. Mani meni tap deb turibmisan, mayli g'o. Abdukerimqa bak eg'ib yalqin. Ha, Jesus nimada yaxshi. nima degan ta'sirlik naqsha? Ta'sirlik naqshga. Yig'lab ketdi. Nima bo'lsa? Yig'lab ketdi. Bu bir mozaik tutgan. Shu mozaik yodin chiqib o'lib qolibdi. Shuni ijtimoiy o'qiyotgan naqshim oldi. Eladırınlı gibi bırakmadan ne çok sıkıntı bu hasretlik nakşıma var. Hasret sizletiman bu. Bir dadının balı sakal sürüp çıkıp bu kan nakşıma atmaz. Barışkana. Yine tek donman gölgedike. Bu naqshim yaxshi ol keyin davomlashtiriladi. Ha, ben de olsun. Şu hemiz konuşup koygan şu inimiz bir nakşa. Xaskinaga. Tabii çalandırlar sordum ne? Rahmat Xaskinaga. Görgün deymin, men seni
İkinci oyun. Tuz suyu içiş. Bu oyunda 5 istakanga teng miqdarda suv quyilgan bo'lib, buning ichida 1 istakandagi suvga tuz silib shakrab qilingan. A guruh a'zolari istakandagi suvni tengli ichidi. B guruh a'zolari qarshi tarafning chiroy mimikasiga qarab, kimning tuz suyi ichganligini tepib chiqadi. Bo'ldi ondaqda. Cho'qim qarshi tarafdan chiroyga qarab turib ishimiz, ha? Ya qarab oldiganga, ya tuyan qarab oldigan bo'lmay, cho'qim chiroy ifodamiz orqali his qila oladi emasmi? Bir vaqtda sanoq bilan 3 yutum, ha? 3. To'xtanglar, ayqulib elib. Biroq ishdan do'ya. Qancha? 1 yutum. Ömer'ga hemen içip etmem. Hem azra kap kalsın. Azra kap kalsın. Hem orada böyle şey var. Koşa. Balkımız yok koşa. Koşa. Ve tamamımızın salameti için. Evet, çekilsem bakayım. Mangla tuz suyu içkende şundayım. Hammasını tuz koyuyor. Tapam yok. Menimce kalbin var işte mi ki? Şu. Kalbin var işte. Tuz ne? Neçinci numurta? Neçinci numurta bana? Ya balda özü kıra kıldı balda. Şaka. Tuz. Tuz suyu biraz tuz suyu. Çam dolma işte. Karamuk. Başka bir o yaptı. Hem şümşi ben bilmeyim ha. Bizim cillerimiz de kurudu. Ağız çıkarttım mak of ketkendim özü tuz var degen gap var o. Rengi. Ben size okşayıp hayatımda geliştirip mandagay demeyle iş belli ha. Koşa. Sizler kim içti? Sizler kim şakarap içti? Kafamda. Hafta. Her gün işte. Adı kaç şütmekte kalmıştı. Hayırda sizin stakanınız kaysi? Sizin stakanınız kaysi? Yok, bol istakan nem kılmay özdeysen boldu. Mehmet Can. Demiş ki ben Mehmet Can değilsin. Bağlı Özcan Doğdu. Şişme geldiğinde Mehmet'in şurayının takılıp içkini çamdama içkenlikini şurada. Ya ben Mehmet Can'ı görüp koyarsın. Sen Mehmet olsan Mehmet Can değilsin. Mehmet Can içken gelmiş. Şendiniz mi? Ya ben kırıp koyarsın. Kalsam özbet koyucum ama Mehmet Can. Eğer bana kalıplasın tapılaşırsın sen yap kaldın. Bizim koymadık yapınca. Endi yalqılgan biz ilan qilsa qaysi ko'rib yengildi, qaysi ko'rib yengildi degan. İlan qilmasang meni turibdi ho, bakani ilan qilmasini. Abida ko'ribsiz. Televizorda ko'rganlarni biladi, tomoshabinlar bildi mana. Shakrab o'yinda yanali yengib chiqqanligi uchun bir tuz ichib jam bo'lmaslik degan birinchi. Muborak bo'lsin. Adila endi yengilib qolgan guruhining jazosini e'lon qilib berdi. Ondaqda bizningki ikinci oyunumuzun cezası nomor o'rindash emas. Balki 5 yil a'zo tuz suyidan tepib beqish. Bir istakandan keltirilsin. Nima ichidi ekan? İşime turib qo'ydi o'sha. Ishga bo'lsangiz bilinmaydi. Bo'pti, sen Ha, valapta tuzda ham tanishlik qolsin. tuzimizni tanishib olalar. Bir akşam bana. Hoca. Görgü. Men boy ish bo'lgandikin. Ha, bırak şey. Nima işte? İşte. Yeni oynamdık buna. Yo'q, jazo bular. Tuzma bu? Bugun g'albilik 6-7 qitim yengilganlik qolsin baraklab birda ishili. Yurt sovuq oldu. Ketib qilish o'yini. Bu o'yinga har ikki guruh a'zolari to'liq qatnashadi. Bir bilak usul muzikasiga ikki taraf tam usul o'ynaydi. Muzika tuyuqsiz to'xtaydi. A'zolar qaysi xil holatda bo'lsa, shu xil holatda medirmay, muzik qayt qo'yilguncha tangpunligini saqlab turadi. Bu jarayonda qaysi guruhning a'zosi medirab kelsa, shu guruhga futtirgan bo'ladi. Muzika qo'yilsin. Başlayalım. Oy meşrep ben hemimiz düşümüz bunda kıldık iş yok değil mi? Başlangan Hemimiz ten oynayımız, ten katımız. Ten oynayımız, ten katımız. Başlandı. Oy şu kız oynayımız adral kurdu. Gül beğimden gülü sana.
aşkımni bilsana Dilberimni gülsana Aşkımni Seni muvaffakiyetlik ya. Ha, davamlaştırayım müzikini, davamlaştırayım. Üç kıydım ha. Gözlerimiz uçurasa Yer aslında gülsana Midirlep ketdi, Ömerkan midirildi. Bu işler resmi mumeykeldek olup kaldınlar ku. Bu ne ile gel? Çırayla gülüm Gülüm Herkese çok çok eğilim ben. Çırayla gülüm Gülüm Çoğun yok kıka. Mayda tuzur hem de 10 sekund tuz. Sarayla. 30 sekund duram ben. 30 sekund dursun mu Mehmetcan? Siz sana Ya bir gün koşkaş kış tutsun. Eğilim ben. Abdülkerim kan neçe sekund dursun? Ya bal. Buldu mu? 5 insanlıqca. 5, 4, 3, 2, 1. Rahmet sizlerge. Rahmet. Taşıyıp da taş. Sayıp kan grupa. Sayıp kan grupa. Abide grupsi soğuk düşürdü. Abdülkerim oynayınız ha, sonlayınız. Aşkımni bilsana Ber. Tarila bitirip ketdi ya, tarila. Kasdan qildingiz mı? Ming qayta. Gözlerimiz uçurasa Ha, düşmanlık oldu Allah. Bu Gözlerimiz uçurasa Yer aslında gülsana Vay ya bu Müzik bizim kendimi yok yapalda. Biz bu şirketke ko'ngli yedi qalmasin deb qo'ydim. Abdülkerim ka pek yengilip egenlar ketken. Ya bak hanım şu yengildi. Ondan sonra hayırlı olsun, hayırlı müzik de koydu. Şunları yok, soktu mu da? Undaq bolsa. Hazır sırlı bir webten mi kaçtın bana? Ya kaçsam ben. Ya yapma. Ya sen falan kola. Ya sana. Oy bu şola. Ya kastan. Üçüncü katım kaçta ben size biliyorum Birden dağlar yapma. Ya tramvayla Külümüz hep gelsin koktu tütkensin ya. Ya yeni bir koyalım kaçtan bir webten. Ya. Ben yedim ben. Ya tuttun la. Ha buldu ben. Yaşın ayna. Gördük o bana ha. Doğru mu ya? Ha, Ben travma. yürüttüm ağayla. Ben güçlü Yine şu ağabeyler. olsun kaçtan ben de bu diken. Adile, ikimiz birlikte jakarlaylı. Yolqonkan Bekir naraz olup ketken. Bunu çok yuqori ovozda chaqalash kerak. Bu qitimqi musobiqamizda yengib chiqqan gruppa bo'lsa Tret grupsi. Tret grupsiga bizning bir dona cho'lpon kartimiz tortiqlanadi. Bu futbol meydan müsabakasıdek oldu. Ha yine soğatma taka. Shunda ma'nilik bo'ldi Soğat demez. Korktunuz bak. Vaa ha. Hakkını. Ya soğatma. Ay Yusuf. Amerika ben hoşa ketdi. xo'sh endi Yingshang Xinjiangda bak Guangchangda bir kishilik o'tiradigan birdan o'rin birimiz ha. Mehrigul xonim bilan Minavar xonim ishqinglar nima sovg'a tayyorlagansizlar bir davitinglar. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mana shu naq maydon o'tgan karxanchi do'stlar, naq maydondagi ko'ribmanlar, shundaqla cho'lpon do'stlarimiz hammalarning mush vaqt xayr bo'lsin. Men Urumchi Tensan rayoni Davanga joylashgan Yinshan Xinjiang yemak-ichmak madaniyat piyodalar ko'chasining mas'uli Minavar bo'lman. Hamda mana shu faoliyat qatnashib hammalar bilan birlikda u yoq o'ynab kayfiyatni yaxshi. Besimlam yo'qgandek xush bo'ldim. Hammalarga rahmat. Hamda mening mas'uliyatim biza alaydi ekan, boshqalar o'xshamaydi ekan. Mehmetjon deganda birdan do'kon bersam, toz qamlashmadik, birini bersam bilish olamsizlar ya. Bo'ldi, chiqdim, ammo ozroq ko'ngil so'g'amdan chiqdim. Hammalarni yoqtirishini umid qilmayman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bo'ldi, Yinshan Xinjiang shirkatining ko'ngil so'g'isini qabul qilinglar.
Onaqda Pərilər şirketidən Mehrigül xanımın köngül sözünü bir anlap bakaylı. Salam, ən suyumlik, ən qaltis ustazlar, şundaqla ekran aldırki barlıq görürmənlər. Naq meydandakı karxançı dostlar, həmmanlarınki hazırki vaxtmanlar xeyirlik bolsun. Mən Şinjan Pərilər Xalqara Soçek şirketinin qurğucusu Mehrigül xanımdan sizlərə o'tliq salam, ali ehtiram. Rahmat. Mən muşu 18 yıldan beri özümün təcrübəsiga asasən işləp çıxarğan bizning Pərilər markasıdakı muş güzel xanım qızlarning texmi güzel, texmi chiroyli, texmi latafətli turish uchun muş o'tağan sahnadagi barliq aziz mehmonlarga shundaqla ən qaltis cho'lponlarimizga şirketimizniki Pərilər markasidagi girim buyumlarini sovg'at qildim. Hammanglar jabot atdinglar. Rahmat sizlarga. Qadrli görürmən dostlar, Adidə Mən Çolpan programımızın 5-ci sani bugünmü muvaffaqiyətli axırlaşdı. Tırt korpusu axır arzuya yetib bugünkü müsabiqimizdə bir tal çolpan kartıga erişdi. Biz bə xoş bolduq. Ras, Yalqınqa. Sizlər üçün xoş buluvatınız. Biz xəli əcr qıldıq. Oldu, ondan bolsa. Qadrli görürmən dostlar, biz kelər qısanda görüşəylik, ya. Buludu, keler kısanda yana qandaq sərxil məzmunlar bizni kütüb durudu. Bunun kızısanlar keler sarlıq məzmunlarını görüşünü unutmanglar. Xeyri xoş.